yana o'sha onkologiyaga qaytadigan bo'lsam, onkologiya bir kunda paydo bo'lmaydi, undan oldingi holat bor. Rak oldi kasalliklari bor. Rak oldi nima uchun kolposkopiya? Bu nima uchun mammografiya? Bular hammasi bu o'sha rak oldi kasalliklarini aniqlash uchun va aniqlangan vaqtda buni vaqtida davolash uchun. Agar biz vaqtida davolansak, ayollarimiz go'zal, yosh va sog'lom bo'lishadi. Biz yuqorida suhbatimizda o'sha farzandni rejalashtirish kerakmi deb ham bir hazilomuz suhbat olib bordik. Chunki farzandni rejalashtirib bo'ladimi deb qaraydiganlar ham bo'ladi-da, lekin ginekologlar bilaman buni rad qilishadi. Har bir tug'ruqni, har bir farzandni albatta rejalashtirish. Men bilaman shunaqa holatlar bo'lganki, oilani rejalashtiramiz, oilani rejalashtirish degan gap bo'lganda vazirlikda, keyin bizni sog'liqni saqlash vazirimiz endi ancha yillar oldin juda qattiq tanbeh va tanqidga uchraganlar, oila rejalashtirmaydi, bu paxta plani emas deb juda ham katta nima bo'lgan. Shu davrda keyin biz qanchadir davr biz ana shu so'zni ishlatmay turdik-da. Lekin buni biz sog'lom oilani shakllantirish degan so'zga almashtirgan edik. Endi rejalashtirish deganda nima uchun bu noto'g'ri fikr emas, bu to'g'ri fikr, chunki biz masalan reja asosida kelamiz hayotimizda. Mana har bir Allohning rejasi homiladorlik, chaqaloqlik, go'daklik, chaqaloqlik, bolalik, o'smirlik, keyin balog'at davri, mana keyin homiladorlik davri, yana keyin onalik davri, ana shu davrlar. Endi ko'pincha bizda hozir shunaqa tendensiya ketyapti. Tezroqgina 3-4 farzandli bo'lish. Da yoki bo'lmasa nima, bolalar o'rtasida anaqa vaqtni qisqa belgilash. Organizmni o'zi, men boshda aytdim, homiladorlik bu imtihon. Bu fiziologik jarayon. Bu bunga qanaqadir kasallik deb qarash yoki bo'lmasa bunga alohida e'tibor talab qiladigan jarayon emas. Bu fiziologik jarayon. Mana daraxtlar gullaydi, o'simliklar o'sadi, daraxtlar gullaydi, meva beradi, mevasi pishadi, hosil beradi. Xuddi shunday inson ham. Insonni ham mana shu tabiatni bir bo'lagida biz mana shunga o'xshatishimiz mumkin. Keyin men shuni bemorlarimga aytaman-da. Shu daraxtni ko'rganmiz deyman. Bir yil ko'p hosil beradi, bir yil kam hosil beradi. Bu dam oladi. Siz daraxt emaskisiz deyman. Daraxtni ongi yo'q. Lekin o'sha dam oladi. Siz ham dam oling. Bu deganiki, bu ayol homilador bo'ldi. U qancha mikroelementlarini, vitaminlarini, asablarini, gemoglobinni, hamma narsani homilaga berdi. Homila tug'ildi. Allohga shukr, yuzi yorug' dunyoni ko'rdi. Endi unga yana tabiatni bergan mehrini, ona sutini berishimiz kerak. Bu bebaho ne'mat. Shunday. Bu hech nimaga almashinmaydigan ne'mat. Bir nimaga borgandim, tumanni tekshiruvga borsak agar yozib qo'ygan. Ona suti bola uchun, sigir suti buzoq uchun. Qanchalik haqiqatda bizga lekin hozirgi kunda ko'krak sutini iloji boricha bermaslik, shu qizlarimiz yana o'sha go'zallikka intilishdan yo'q. Ona suti bebaho ne'mat. Uni shu nima birinchi tomchi bu maloziva, ya'ni palla deyiladi. Xalq tilida palla deyiladi. Og'iz suti. Og'iz suti. Bu hech narsaga teng qilmaydigan, uni tarkibini tuzi bilmaydigan darajadagi bebaho ne'mat. Demak, o'sha ona suti bilan, ko'krak suti bilan biz bolamizni oziqlantiradigan bo'lsak, kamida 2 yil, 24 oy islomda aytilgan, 22 oy qizlar uchun, 24 oy o'g'il bolalar uchun. Ya'ni ularning haqqi shuncha. Ularning haqqi, o'sha haqqini bersak agar biz 2 yil, 2,5 yil organizmimizdan oladi. Ko'rdingizmi qanaqa?
tabiatni go'zalligini. Demak, Yo'q, mana bolalar orasini-ku mayli, lekin bolalarning orasi ancha uzoq bo'lsa ham, shu kun homilador bo'lishni xohlab, yana shu narsani istaydiganlar bo'ladi. endi yana bir narsaki, biz demak dam olishimiz kerak. Bundan tashqari bizda Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining 5 ta ko'rsatkichi bor ayolning salomatligiga erishish uchun. Birinchisi juda erta tug'ma deydi. Ya'ni 18 yoshgacha bo'lgan tug'ruqlar mumkin emas. Ikkinchi juda kech tug'ma deydi. 35 yoshdan keyin tug'ish mumkin emas. Uchinchisi juda tez tug'ma deydi. Ya'ni o'sha tug'ruqlar orasidagi intervalni saqla. 3 yil agar asoratlangan bo'lsa, masalan, kesir kesish, qon ketishlar bo'ladigan bo'lsa, 5 yilgacha va juda ko'p tug'ma deydi. 4 tadan ortiq bu juda ko'p hisoblanadi. Va kasal bo'lsang tug'ma, iltimos deydi. Ya'ni avval davolangin. Avval davolangin, avval rejalashtirgin deydi. Sog'lig'ing ko'tarsa, keyin homilador bo'l deydi. Tug'ma demaydi shunga ham. Sog'lig'ini tiklab, hamma muammolarini yechib, keyin homilador bo'lish. Bundan tashqari, har bir binoni qurishimiz, mustahkam bino qurishimiz uchun biz uni fundamentini, poydevorini mustahkamlashimiz kerak. Ya'ni ayol va erkak homiladorlikdan oldin mana shu foliyaviy kislota dedik. Qabul qilishi, hamma kasalliklarni aniqlanishi, davolanishi va davolangandan keyin homiladorlikni rejalashtirishi bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Bu ham sog'lom farzand dunyoga kelishi, ham dunyoga kelishi, ya'ni kelgunigacha bo'lgan muammolarni ham oldini oladi. Ana shunda biz to'g'ri rejalashtirgan bo'lamiz. Ya'ni bu to'g'ri ibora, buni to'g'ri tushunish kerak, farzandni ham rejalashtirish kerak. Rejalashtirish deganda bu o'sha ayol avvalambor bo'lsa aytgandek barcha tibbiy ko'riklardan o'tishi kerak, sog'lig'idagi muammolarni aniqlashi kerak. Erkak ham xuddi shunday, to'g'rimi? Faqat ayol bilan bo'lmaydi-ku. Albatta. Endi bunaqada ko'pincha ayollarimiz shoshadi. Men deydi, nima? Shu yil tug'ish. 30 yoshga kiraman. 30 yoshgacha mana ana endi 3-farzandimni tug'ishim kerak. Men kulib aytaman-da, siz hali 30 yoshga kirib turmushga chiqmaganlar bor. Sizni 3 ta bolangiz bu qayerga shoshyapsiz? Qayerga shoshyapsiz-da? Organizmni charchatish kerak emas. Dam oldirishimiz kerak. Organizmga ham quloq solish kerak, o'zi signal beradi. Albatta, albatta. Mana fursatdan foydalanib biz tomosha qilayotgan juda ko'p ayollarimiz, bo'lajak onalarimiz, homilador ayollarimiz bo'lishi mumkin. Ularga bir chiroyli maslahatingizmi, so'zlaringiz bo'lsa bemalol. Chaq olsangiz ham mayli. Yo'q, chaqmayman. Sizga ruxsat. Nima deyman? Ayollar bu hayotning, tabiatning eng katta mukofoti. Qiz bor uyni fayzi boshqa bo'ladi dedi. Endi meni qizim yo'q. Bu meni juda ham bizda qiz yo'q. Bu juda ham armon. Xudo xohlasa kelinlarimiz qiz bo'ladi. Nevara qizlar bo'ladi. Nevara qizlarimiz bo'ladi. Birinchi nevaram qiz bo'lishini juda xohlayman. Demak, ayollarga nima deyman? Ayol agar sog'lom bo'lsa, u oila tinch bo'ladi. Ayol homilador bo'lsa, u oila quvonadi. Ayol farzandini qo'liga olsa, oilaga quvonch paydo bo'ladi, baxt paydo bo'ladi. Ana shu baxt hech qachon hech bir oilani tark etmasin. Endi ayollarimizning boshida ularning qaynonalari, onalari, buvijonlarimiz sog' bo'lsin. Chunki qarisi bor uyning parisi bo'ladi. Hozirgi kunda tajribalarimdan yillar ko'p narsani o'rgatadi. Shundan kelib chiqib men aytamanki, baribir buvisi bilan katta bo'lgan qizni hurmati bo'lak bo'ladi-da. Tarbiyasi ham bo'lak bo'ladi. Shu uchun men o'ylaymanki, mana shu oilalarimiz boshida, farzandlarimiz boshida ularning ota-onalarining boshida ularning ota-onalarining bo'lishi baxt. Endi oilaning quvonchi, baxti bu ayol salomatligi ekan, mana shu salomatligimizga e'tibor berishimiz kerak. Vaqtida o'sha tibbiy ko'riklarimizdan o'tishimiz kerak. Vaqtida emlashlarimizni olishimiz kerak. Qizlarimizni vaqtida shifokorga olib chiqishimiz kerak.
albatta o'g'il bolalarimiz bundan mustasno emas. Bundan tashqari o'sha oilani rejalashtirishimiz kerak. Farzandlar orasida interval bo'lishi kerak. Chunki agar bunday olganimizda shu agar 3 yil, 4 yil bo'ladigan bo'lsa ham mana bitta farzandingiz o'qishga kiradi, bir 3-kurslar bo'ladi, to'g'ri. keyin ikkinchi farzandingiz o'qishga kirishga tayyorlanadi. Ya'ni siz moddiy jihatdan ham Moddiy tayyorlanishga jihatdan ham imkoniyatingiz albatta, moddiy jihatdan ham albatta tayyorlanish kerak. Ko'pincha biz qaraymizda, birinchi farzandlar, ikkinchi farzandlar, uchinchi farzandlar o'rtasida interval kam bo'ladigan bo'lsa, o'sha yoki o'rtadagi farzand tushib qoladi oliy ma'lumotdan yoki orqadagi farzand, oxirdagi farzand. O'sha uchun biz har bir farzandimizning ko'nglini olishimiz uchun ham, ularga biz go'zal bolalikni berishimiz uchun ham o'zimiz dam olishimiz kerak. Sog'lom bo'lishimiz kerak. Eslatib o'tamiz, demak bizni suhbatdoshimiz ajoyib chiroyli ma'lumotlarni taqdim etgan go'zal opamiz Buxoro reproduktologlar assotsiatsiyasi raisi va Buxoro davlat tibbiyot instituti akusherlik va ginekologiya kafedrasi dotsenti Nodira opa xonimlar. Nodira opa, tashrif uchun rahmat, berilgan ma'lumotlar uchun ham rahmat. O'ylaymizki, bizni tomosha qilib turgan uy bekalari, opa singillarimiz uchun ancha kerakli maslahatlar bo'ldi. Sizga tashrif uchun rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz. Bizdan uzoqlashmang, bizda qisqagina reklama va biz suhbatimizni so'ng davom ettiramiz.